yilning eng yaxshi opera ijrochisi, mana kuni kecha xizmat ko'rsatgan artistligini olgan Otabek Nazirov. Yilning eng yaxshi opera ijrochisi Otabek Nazirov. Yana bir bor olqishlarimizni taqdim etamiz ushbu insonga. Men niyat xolisligi haqida aytib ketmoqchiman hozir. 2 yoki 3-sinfligimda akam bilan juda musiqaga qiziqardik. Akam bilan stulni qo'yib, sahna qilib, stulning ustiga chiqib nimadirlar aytardim-da, opera aytardim, ashulalar aytardim, televizorda ustozlarimizni ko'rardim. O'sha yoshligimda ko'rayotgan ustozlarning qatorida o'tiribman hozir. Shunaqa faxrlanaman. Aka, biz uddaladik bu narsani. Mana ukang sani haqiqiy sahnada turib, mana ustozlarning olqishini olib turibdi. Rahmat deyman. Xudo xohlasa, bor kuchimni shu operaga sarflab, bor kuchim, bor e'tiborimni shu o'zbek operasiga qarataman va Xudo xohlasa o'ylayman, bizni O'zbekistonning operasi va qolaversa boshqa san'at turlari ham dunyoga xuddi sportga o'xshab taniladi, Xudo xohlasa. Men bunga va'da beraman, Xudo xohlasa. Rahmat.